Ro'zador tahoratda og'iz burnini chayishi mumkinmi? Ya'ni ro'zador insonni tahoratdagi o'sha og'iz burun chayish masalasini kengroq tushuntirib berasiz? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador demak tahoratdalik paytida og'iz burnini chayishi mumkin, faqat juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Tomog'iga yoki burni orqali tomog'iga suv ketib qolishidan saqlanishi lozim. Shuning uchun Ramazonda ro'zadorlik paytida burniga suv tortganda yoki og'zida g'arg'ara qilganda juda ehtiyot bo'lish kerak. Burnini juda ichki qismiga suv tortmaydi va tomog'ini g'arg'ara qilmaydi. Mana shunday qilsa inshaalloh uning ro'zasida halal yetish bo'lmaydi, balki u ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Bordi-yu, burnisiga suv tortganda yoki tomog'ini g'arg'ara qilganda tomog'iga suv o'tib qolsa yoki burnisi orqali tomog'iga suv borib ichiga ketsa, uning ro'zasi buziladi. Endi undan u yog'iga hech narsa yemaydi, lekin o'sha holatiga o'sha kunning ro'zasini o'rniga boshqa kuni, bir kuniga bir kun ro'za tutib beradi. Bu uning zimmasidagi lozim amal bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.